Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilarimiz. Ko'pchilik qiziqtirgan savolga javob beramiz. Gidroponika haqida ko'proq ma'lumot bering degan savolni berishgan ekan. Bu gidroponikamiz ana shu holatga kelgunga qadar 5 kun vaqt, 4 kun 5 kun vaqt ketadi. Bug'doyni avvalo yaxshilab yuvib, tozalab bo'lgandan keyin uni 1 sutka 8 soat davomida yoki 1 sutka davomida suvga ivitib qo'yiladi va uniki mana shunaqangi maxsus patnischalarga yoyib chiqiladi. Bu qo'ylarga nima foydasi bor degan savolga, bu qo'yni 3 dan 1 ozuqasi hisoblanadi. Qo'yga har doim berib bo'lmaydi buni. Bir kunda bir mahal me'yorida berish kerak. Ko'p bersa ham qo'yni ichini o'tkazib yuboradi. Mana shu ko'rib turgan gidroponikamiz hozir 8 kilo. Mana yaqinroq keling. Hozir biz buni birgalikda qo'ylarga beramiz va qo'ylar yeyishni tomosha qilamiz. Ketdik.